Aynan birinchi qavatdan uy qidirib yurganlar uchun bitta yaxshi variant topib qo'ydik do'stlar. Bu Novostroyka domda. Matalkaga kelganmiz. Dava to'yxonani yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi qurilgan uylarda birinchi qavatidan 88 kvadrat maydonga ega tayyor patkuruch kirib yashashga tayyor xonadon sotuvga chiqyapti. Lokatsiyasi yaxshi, yo'l yuzida joylashgan. G'ishtlik dom. Qarang, tashqaridan kirishimizga birinchi qavatdan mana shunday keng ko'ryapsizlar, katta patologlar ham baland. Remontlarga o'z baho bering, yoqimli, ya'ni yorqin ranglardan foydalanib, oq fonda ishlov berilgan 3 xonali kvartira. Planirovkasi juda ham yaxshi, skvoznoy holatda. Qarang, tashqarimizdan kirganimizda oyoq kiyim qo'yishga joylari va bu yerda qarang, hojatxona alohida yer hojatxonasi qilingan. Hop, hojatxona, vannaxona va mana bu joylar kafel qilingan va issiqpol o'tkazilgan tagidan. Bu yerda umumiy sanuzilni ko'rishingiz mumkin. Qarang, alohida qilinganligi juda ham yaxshi. Aristollargacha o'rnatilgan, to'liq kafel qilingan, siralkagacha o'rnatilgan. Barcha jihoz texnikalari bilan birgalikda sotilyapti. Faqatgina mana bu televizor olib chiqib ketiladi xolos. Oyoqdagilari taxtapol, radiatorlar o'rnatilgan, konditsioner mavjud, gilam pardalar xonani remontiga qarab moslangan. Qarang, kirib yashashga tayyor holatdagi kvartira, romlari akva, tashqi tomondan temir panjaralargacha o'rnatilgan. Qarang, xonalari ham kattagina va patologlari baland. Bu yerda umumiy oshxona ko'rishingiz mumkin. O'tiradigan joylarigacha qilib qo'yishgan. Mana oshxona mebellari, hatto muzlatgichgacha o'rnatilgan, joyi ham katta qarang. Va bu tomonda bitta yotoqxona, ya'ni bolalar xonasi sifatida foydalanasiz bo'ladi. Bu yerdagi jihozlari ham, gilam parda, xullas hammasi qoldiriladi qarang. Xonalari katta-katta, oyoqdaglari taxtapol. Tupli pol qilingan joylari mavjud. Qarang, bu yer yotoqxona. Alohida konditsioner o'rnatilgan, yotoqxona jihozlari, shkaf, xullas hammasi qoldiriladi. Remontlariga e'tibor bering, umuman uringan joylari yo'q. Kirib yashashga tayyor Novostroyka domda birinchi qavatda 88 kvadrat. Mana shu barcha televizordan tashqari barcha jihoz texnikasi bilan ikkitadan konditsionerlari. Narxi $56,000 srochniy baholanyapti. Albatta, kamroq qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarini ulashib boramiz.